Hop, ArcMap dasturi biza demak ArcGIS'dagi o'sha ArcCatalog'da ma'lumotlar bazasini yaratib bo'lganimizdan keyingi bosqich bu demak ArcMapda biz o'zimizni loyihamizni qilishimiz kerak bo'ladi. ArcMap dasturi endi nimaga kerak? ArcCatalog'da biza ixtiyoriy xarita qilish uchun ma'lumotlar bazasini yaratib oladigan bo'lsak, ArcMapda biza demak ikki o'lchovli demak xaritalarni yaratish, loyihalash uchun foydalanamiz. ArcMapni ishga tushirish demak ArcCatalog'ni ishga tushirishda o'sha bir xil hisoblanadi, ya'ni puskga kiramiz. Puskdan demak o'lga kiramiz va o'sha yerdan ArcGIS va ArcMap. Biza demak o'zimiz uchun GIS papkasini yaratib olgan bo'lsak, demak jadval, loyiha, qo'shimcha rasm, raster, vektor. Biza demak vektorlar degan papkani ichida nima qildik? Demak ma'lumotlar bazasini yaratdik. Qanday? Vektorlar. Demak chegaralardan boshladingiz, aholi punktlari, gidrografiyalar yoki boshqa obyektlargacha vektorlarda. Biza demak ArcMapga mana shu vektorlardagi ma'lumotlar asosida, undan keyin rasterni ichidagi beriladigan o'sha ma'lumotlar asosida ish qilamiz. Xo'p. ArcMapni demak ochganimizdan keyin mana bunaqangi demak oyna ochib beradi. Demak ArcMap demak Getting Started bo'limi, ya'ni ishni boshlash. Endi bu yerda siz dastlabki foydalanuvchi bo'ladigan bo'lsangiz, bunaqangi oyna hosil bo'lmaydi. Ya'ni mana bu Recent'da menda hozir juda ham ko'p nimalar bor, fayllar borda, sizda demak bu bo'sh bo'lishi mumkin. Bu nima uchun bunday chiqadi? Ya'ni oldin ArcMapda ish qilingan. ArcMapda ish qilinganda mana shu yerda storylarni ko'rsatib beradi. Ya'ni ArcMapda qilingan oldingi ishlarni ro'yxatini chiqarib beryapti. U demak qaysi papkada joylashganligidan qat'iy nazar ArcMapda qilingan hamma ishlarni chiqarib beryapti mana. Bu demak Telegram desktopda bu papkada joylashyapti, bu demak boshqa papkada joylashyapti, bu boshqa papkada joylashyapti. Umuman olganda ArcMapda har qanday ish qilingan bo'lsa mana shu yerda chiqarib beradi. Endi bu oynani biz X'ni bosib chiqib ketishimiz mumkin. Bu birinchi yo'li. Yoki da mana New Maps'dan My demak Templates'da blank mapni belgilab turib OK bosishimiz mumkin. Tushuntira oldimmi? Ixtiyoriy yoki cancel'ni bosishimiz mumkin. Va bu yerda endi cancel'ni bosaman. Cancel'ni bosganimizdan keyin biza endi mana bu yerda ArcMapni ishchi oynasi keladi. Endi tepada ArcCatalog kabi nimalar? Bu menyular qatori va har bitta menyuda bir nechta buyruqlar yotadi. Va mana shu menyularning tagida mana bu ikkita qatorli bo'lyapti mana. Bu nima? Panellar bor. Demak, qaysidir vazifalarni bajarish uchun buyruqlar jamlanmasi bor. Mana bu editor yoki mana bunaqangi belgilarni ko'ryapmiz. Bu demak panellar qatori. Undan keyin asosiy demak oynasi mana bu yerda Table of Contents. Table of Contents bu yerda siz yaratgan qatlamlar, ya'ni qatlamlarga nimalar kirdi? Nuqtali, chiziqli, maydonli obyektlar, undan keyin raster ma'lumotlaringiz, undan keyin jadvalli ma'lumotlaringiz mana shu yerda ko'rinadi hammasi. Mana shu Table of Contents da ko'rinadi. Undan keyingi oynasi bu asosiy xaritani ishchi oynasi hisoblanadi, ishchi maydoni. Bu xarita chizish oynasi bu. Mana shu oyna, demak xarita chizish oynasi. Eng tagidagi bu oyna bo'ladigan bo'lsa status bar yoki holat qatori desak bo'ladi. Holat qatorida nimalar ko'rinadi? Holat qatorida biz mana shu ishchi ya'ni xarita chizish uchun foydalangan ishchi maydonidagi o'sha kursorni nimasi ko'rinadi? Holati ko'rinadi, ya'ni koordinatasi ko'rinadi. Yoki x, y ko'rinishi mumkin, yoki da fe'l hamda geografik yoki to'g'ri burchakli koordinata ko'rinishi mumkin bo'ladi. Endi biz asosiy o'sha ArcCatalog'da yaratilgan ma'lumotlar bazasini qo'shib olishimiz kerak. Buning uchun biza demak xuddi demak ArcCatalog'ga o'xshaganda ikkita yo'l bilan boramiz. Birinchisi menyular qatoridan faylni tanlab turib, o'sha yerdan add data ga kirib, add datadan yana keyingi
buyruq bu add data bo'ladi, ya'ni ma'lumot qo'shish degan ma'noni bildiradi. Mana shu yerdan ma'lumot qo'shamiz. Bu yerdan qanday ma'lumot qo'shamiz? Bu yerdan vektor ma'lumotlarini qo'shsak bo'ladi, raster ma'lumotlarini qo'shsak bo'ladi va jadvalli ma'lumotlarni qo'shsak bo'ladi. Ikkinchisi, biz o'sha panellar qatoridan boyagi add datani belgisi bor mana. Ya'ni qatlam plus belgisi bor. O'shani to'g'ridan-to'g'ri bosish orqali nima qilamiz? Bizdagi mavjud bo'lgan ma'lumotni qo'shamiz. Endi bizga kerak bo'ladigan dastlabki qo'shib oladigan ma'lumot qaysi biri hisoblanadi? Vektorlar. Endi add datani deylik, bu yerda hozir add data buyrug'i bor. Agar bu interfeysni biz yana nima qilsak bo'ladi? Xohlagancha sozlasak bo'ladi-da. Hozir bularning hammasi demak yo'qotib turadi. Endi mana arc mapni nimasi deymiz bu? Oynasi deymiz mana, arc map oynasi. Xo'p. Qolgan o'sha buyruqlarni qanday qo'shib olamiz? Qolgan buyruqlar. Yoki editor, customize. Aha, demak, arkatalak kabi bir xil menyular qatoridan customize tanlaymiz, u yerdan toolbars'ni tanlaymiz. Endi bu yerdan keraklilar qaysi? Bu yerda juda ham ko'p-ku. Standart deymiz. O'sha standart bizga kerak bo'ladigani standart kerak. Birinchisi yoqib olamiz. Boyagi o'sha bu yangi loyiha sajdat qilish, papka ochish, saqlanib qilish, print qilish yoki ma'lumot qo'shish va hokazolar. Undan keyingisi bizga kerak bo'ladi, boyagi snapping kerak bo'ladi. Snapping nima? Snapping nuqtali bilan nuqtali obyektni, nuqtali bilan chiziq, nuqta bilan maydon yoki aksincha. Demak, umuman vektor xususiyatlarini bir-biriga moslashtirish uchun, bir-biriga birlashtirish uchun snapping buyrug'i kerak bo'ladi. Undan keyingi kerak bo'ladigan buyruq bizada editor kerak bo'ladi. Undan keyingisi bizga georeferencing buyrug'i kerak bo'ladi. Qolgan buyruqlari endi bu yerda juda ham ko'p buyruqlar bor. Ularni biz ish jarayonida, amaliy ishlarni bajarish jarayonida yoki boshqa jarayonlarda nima qilib ketamiz, bularni o'rganib ketamiz. Endi Tools ham kerak. Toolsda o'sha zoom, yaqinlashtirish, kichraytirish, belgilash, aylantirish va hokazolar. Endi bu narsani biz sichqonchadagi o'sha joystick o'zimizga tortish yoki uzoqlashtirish orqali ham yoki joystick ustidan bosish orqali qo'lchalarni chiqarish mumkin. Endi mana bularni joylashtirish, demak, belgilab turib tepaga tortaman mana. O'zingizga xohlagan tomonga buni nima qilishingiz mumkin, joylashtirish mumkin. Hozir tepaga yoki bu tomonga, o'ngga, chapga yoki pastki tomonga nima qilish mumkin? O'zingizga xohlagancha interfeysni xohlagancha siz joylashtirishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Standartni ham hozir joylashtirib qo'yamiz. Xo'p, georeferencing. Xo'p, endi georeferencing nima uchun kerak? Georeferencing bizda mavjud bo'lgan boyagi raster ichida kartalar bor edi. Raster ichida kartalar. O'sha rasterlarni joyiga bog'lash uchun ishlatamiz bu narsani. Endi mana bu yerda bitta nima qoldi? Qator qoldi, holat qoldi. Qaysi holat? Boyagi qatlamni ko'rsatuvchi holat qoldi. Layers yoki table of contents. U demak standartni yonida turadi. Bu standartning yonida mana bu demak editor toolbars yonidagi belgi table of contents mana. Buni ham xohlagan joyga nima qilish mumkin? Joylashtirish mumkin yoki tepaga mana. Yoki o'ngga yoki chap tomonga yoki pastga va hokazo. Xohlagan tomonga. Buni nima qilish mumkin? Joylashtirish mumkin bo'ladi. Endi vektor qatlamani qo'shish uchun mana add dataga bosamiz. Add datadan keyin mana bu add data oynasi kelib chiqadi. Endi bu yerda mana bu look in degan tushuncha bor. Look inda hozir menda juda ham ko'p papkalar ko'rinyapti. Nima uchun? Chunki men oldin bunda ishlaganim uchun sizda bunaqa ko'p papkalar turmasligi mumkin. O'shuning uchun biz dastlab nima qilamiz? Mana bu yerda connect to folderga bosamiz. Mana papka plus belgisi. Papkani nima qilish? Bog'lash. Papkani bog'lab olamiz. Connect to folderga bosamiz. Mana bu oyna ochiladi. Undan keyin biz
o'zimizni diskimizni topib olishimiz kerak bo'ladi. Hop, keysni papka ochgandik, mana bu yerdan nima? Vektorlar. Vektorlarni tanlaymiz. Papkani tanlaymiz. Vektor degan papkaning ichidagi papkani tanlamaysizda, vektor degan papka o'zini tanlaymiz. Tushuntirib oldimmi? Undan keyin vektor tanlagandan keyin mana folder degan joy bor. O'sha folderda mana bu oxiriga borganimizda vektorlar degan ko'rinib turgan bo'lishi kerak. Undan keyin OK ga bosamiz. OK ga bosganimizdan keyin sizda birinchi foydalanadigan bo'lsangiz, mana shu yerda vektorning ichidagi boyagi baza ko'rinadi. Hozir menda ko'rinmayapti, sababiki men oldin bu papkalarni nima qilganman? Connector folderga qo'shganman. O'shaning uchun men buni hozir qayerda izlashim kerak? Loginning ichidan izlashim kerak. Mana bu yerdan, ro'yxatning ichidan izlashim kerak. Mana bu yerdan izlayman. Mana bizga kerak bo'ladigani, disk topib olamiz. yoki Telegram desktop mana. Demak, GIS siyosiy ma'muriy xarita, mana vektor. Endi bosaman. Endi bosgandan keyin mana vektorning ichidagi bazalar. Bu yerda bir nechta baza. Sizlarda nechta baza bor? Bitta baza bo'ladi. Mana new personal GDPage. Buni ichiga kirasiz. Buni ichiga kirganda boyagi biz arka tarafdagi yaratib olgan nimamiz, bazamizning nomlari ketma-ket ko'rinib kelaveradi. Buni ichiga ham nima qilamiz? Kiramiz. Undan keyin biz mana boyagi arka tarafda yaratgan nimalarimiz, bu qatlamlarimiz. Annotatsiyada yaratganimiz yozuvlar, tumanlar maydonli qatlamni yaratganmiz, gidrografiya maydonli, chegara, aholi punktlari. Demak, hozir menda bu yerda 5 tagina ma'lumot bor, sizda bundan ham ko'p bo'ladi. Endi buni qo'shish qanday kechadi? Qo'shish ikkita yo'li bor. Qatlamlarni alohida belgilab edda bosish orqali yokida hammasini bittada sichqoncha chap tomonni bo'sh joyda belgilab tortish orqali nima qilish mumkin? Hammasini belgilab bittada qo'shish mumkin. Hammasini belgilandi, mana faqat qiladigan ishimiz edda bosish. Edda bosgandan keyin qo'shilgan qatlamlar mana bu layers table of contents dagi layers mana. Layers degani bu qatlamlar. Mana qatlamlar ko'rinyapti. Hozir endi mana bu yerda karta ham chiqib kelyapti-da. Bu hozir nima qilingan? Bu chizilgan. Menda chizilgan-da bu. Oldin o'sha karta chizilganligi uchun menda ko'rinyapti. Sizda nima bu yerda pustoy oyna hosil bo'ladi. Pustoy oyna. Xo'p. Endi mana qatlamlar yuklab olgandan keyin bizda demak qiladigan ishimiz nima bo'ladi? Qiladigan ishimiz demak biz endi boyagi xaritani chizish uchun bazaviy qandaydir xarita bo'lishi kerak. Bazaviy xaritada bizda demak nima hisoblanadi? Mana oltita papka ochgan bo'lsak, o'sha oltita papkaning ichida biz rasterlar degan papkaning ichiga biz o'zimiz nimamizni, kartamizni chizmoqchi bo'lgan kartani yuklab qo'yganmiz. Hamma demak o'zini nimasini, viloyatini, siyosiy ma'muriy xaritasini yuklab qo'ygan bo'lishi mumkin yoki tabiiy xaritasini yuklab qo'ygan bo'lishi mumkin. Endi mana shu rasterni mana endi bu yerda hozir Qoraqalpog'iston Respublikasi berilyapti. Mana shu rasterni biz nimaga qo'shib olishimiz kerak? Arqonga qo'shib olish kerak. Uning uchun mana yana add dataga murojaat qilaman. Add datadan biza boyagi vektor degan papkaga qaytamiz. Siyosiy ma'muriy xarita rasterning ichida bor. Rasterning ichiga qaraydigan bo'lsak, bir nechta bu yerda bir nechta, sizda demak bitta bo'ladi. Menga keraklisi qaysi birisi? Mana Qoraqalpoq lat new 2 JPEG. Buni belgilaysiz. Sichqoncha chap tomon bir marta bosib olib belgilaymiz, edda bosamiz. Edda bosgandan keyin mana bunaqangi demak buyruq kelib chiqadi, ya'ni OK bosamiz bunga. OK bosgandan keyin mana u ham ko'rindi. Mana layersda Qoraqalpoq new 2 deb. Endi mana shuni mana bu xaritani asosiy chizadigan ishchi oynasiga yaqinlashtirib olamiz. Uning uchun buni belgilaymizda, sichqoncha o'ng tomonni bosib turib zoom to layer qilamiz. Xaritani demak qatlamgacha yaqinlashtirish asosiy ko'rinadigan ishchi oynasiga yaqinlashtiryapti mana. Bu demak bu yuklaganini boshqa joyga yotuvdi, demak mana shu yerga yaqinlashtirib oldik. Zoom degani yaqinlashtirdik mana. Endi mana o'ylaymiz, mana shu yuklangan xarita chizish uchun yaroqlimi yoki yo'qmi? Nima uchun yaroqli yoki nima uchun yaroqsiz? Direksiya qo'yildi. Bog'lashmiz. To'rt taraftasini bog'lashmiz.
to'rtta nuqtasini demak bu hozir xarita chizish uchun yaroqsiz. Sababiki bu JPEG. Biz demak dastlab xaritani biz chizish uchun tayyorlab olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni biz hozir bu xarita juda ham noto'g'ri joyda yozibdi. Biz u xaritani o'sha nazorat nuqtalari, tegishli nazorat nuqtalari orqali haqiqiy joyga olib borishimiz kerak bo'ladi. Bu geofazoviy bog'lash deyiladi. Yoki georeferencing. Mana bu yerda bu georeferencing bekorga ochib qo'ymadik. Ya'ni geohavola degan. Geohavolani biza xaritani geohavola qilishimiz yoki geo bog'lashimiz uchun kamida 4 ta nuqtani tanlashimiz kerak. Bu birinchi sharti. Geofazoviy bog'lashning birinchi sharti bu kamida 4 ta nuqta tanlab olishimiz kerak. Ikkinchi sharti nima bo'ladi? Tanlanayotgan 4 ta nuqtani koordinatasi x, y yoki geografik koordinat ma'lum bo'lgan nuqta bo'lishi kerak. Bu ikkinchi shart. Uchinchi sharti tanlanayotgan demak minimal 4 ta nuqta maksimal bir-biridan uzoqda joylashgan bo'lishi kerak va hududni qoplab olgan bo'lishi kerak. Bu uchinchi shart. Tushuntira oldimmi? Har doim mana shu 3 ta shartga bo'ysunishimiz kerak bo'ladi. Endi xo'p. Mana kartani biza boyagi nazorat nuqtalarini belgilab olamiz. Ya'ni minimal 4 ta nuqta tanlab olishim kerak. O'sha 4 ta nuqtani qayerdan tanlayman? Xo'p, bu 4 ta nuqta tanlashim kerak. Bu ketdi birinchi sharti. Xo'p, 4 ta nuqta tanlayman. Qayerdan olaman? Ikkinchi shartiga o'taman. Demak, meridian va parallellari yokida aytayaptiki, koordinata aniq bo'lgan nuqta deyapti. Har doim meridian va parallellar bo'lmaydi, yokida koordinatasi aniq bo'lgan nuqta bo'ladi. Xo'p, endi bu yerda kartamizda meridian va parallellar bor. O'sha uchun nazorat nuqtalari sifatida meridian va parallellarni kesgan joydan olamiz. Birinchi nuqtani xaritaga nisbatan demak shimoliy g'arbiy tomonni belgilayman. Shimoliy g'arbiy tomon. Shu xaritani demak shimoliy g'arbiy tomoni qayerga to'g'ri keladi? Xaritaga qaraganda tepa chap tomonga to'g'ri keladi. Tepa chap tomon hozir mana bu tomonda. Endi birinchi nuqta mana bu yer mana. Mana bu meridian bilan bu meridian kesgan nuqtasi. Mana o'zimiz uchun tanlab olamizda buni. Birinchi shu yerdan biriktiraman deb. Xo'p, uchinchi sharti bor edi, tanlanayotgan nuqtalar maksimal bir-biridan nimada bo'lishi kerak? Uzoqda bo'lishi. Ikkinchi nuqtani qayerdan olaman shunda? Shimoliy sharqi. Janubiy g'arbiy bilan janubiy sharqi. Tanlanayotgan nuqta mana keyingi shart sifatida kirib 4-chi sharti nuqtalarni demak geofazoviy bog'langanda soat strelkasi yo'nalishi bo'yicha. Tushuntirdim, soat strelkasi yo'nalishi. Birinchi nuqtani bu yerda oldim, ikkinchi nuqtani mana bu yerda olaman. Shu mana shart, ya'ni tepa o'ng tomonda mana bu yerda olaman. Mana meridian bilan parallel kesgan nuqta. Endi buni qiymatini nimadan hisoblayman? Mana bu meridianlardan kelib chiqib, bu meridiandan kelib chiqib hisoblayman. Hop, uchinchi nuqtani qayerdan olaman? Janubiy sharq. Mana bu yerda olaman. Mana bu meridian bilan bu meridian kesgan nuqta. Oxiri 4-nuqta maksimal uzoqlikda qayerda olaman? Janubiy g'arbiy. Mana bu yerda olaman. Mana bu meridian bilan bu meridian bilan bu parallelga kesgan nuqtasi mana. 4 ta nuqtani oldin belgilab oldim. Mana maksimal bir-biridan uzoq joylashibdi. Bu yerda oldim, bu yerda va bu yerda maksimal joylashgan nuqta, eng maksimal. Mana bu yerlarda ola olmayman yoki bu yerda ola olmayman, uni nimasi yo'q, koordinata yo'q. Hop, undan keyin biz mana bu georeferencing oynasida mana bu yerda biz hozir nimamiz bor? Tasvirimiz bor. Hozir qanday tasvir? JPEG nomi Karakalpak Lat New 2 JPEG. Nomi hozir mana shu yerda bir xil bo'lishi kerak. Ya'ni georeferencing qilinayotgan nima? Rastrlar bir xil bo'lishi kerak. Mana bu yerda ro'yxat chiqadi bu yerda. Hozir bu yerda bitta tasvir. Chunki ekranda bitta bo'lganligi uchun. Ekranga siz mana bu yerda bir nechta bo'lishi mumkin. O'sha holatda kerakliksi tanlanadi bu yerda. Endi mana shu yerda buni yonidagi Add Control Points bo'limini tanlayman. Ya'ni bu nima degani? Nuqtalar. Nazorat nuqtalarini kiriting degani. O'shani bitta belgilaymizda, mana bu yerda kursor endi plus belgisiga o'tdi. Nima qilamiz? Birinchi nuqtaga olib boramiz.
Birinchi urda mana bu yerda olgandim. Yaqinlashtiraman. Yaqinlashtirish uchun kursorni shu yerga olib bordim. Taxminiyda joystickni o'zimizga tortamiz, yaqinlashtiradi mana. Tortiladi. O'zingizga tortasiz. O'zingizga tortasiz. O'zingizdan uzoqlashtirsangiz, bu nima qiladi? Xaritani ham uzoqlashtiradi. Endi agar kursorni mana bu yerga olib borib yaqinlashtiradigan bo'lsa, mana shu nuqtani bizga yaqinlashtirib beradi. Tushuntirib oldimmi? Darsdan avval men birinchi nuqta qayerda o'shaning ustiga olib bordim va o'zimga tortdim. Va buni maksimal yaqinlashtirib olishim kerak. Undan oldin biz buni koordinatasini yollab qolishimiz kerak. Bu meridianni necha gradus? 56. Mana 56. Hop, 56 bilan 56 net gradus 00 minut 00 sekund. Bu esa necha? 45 gradus 00 minut 00 sekund. Hozir kartani men bu yoqqa siljayapman. Sizish qanaqa bo'lyapti? Anda bosib turib, Ustidan bossangiz qo'cha hosil bo'ladi. Demak, u yoqqa bu yoqqa sursangiz bu suriladi. Mana bunaqa qilsak, mana. Endi bu yerga birinchi nuqtada maksimal yaqinlashtirib olaman. Nima uchun? Chunki aniq o'sha nuqtani kiritishim uchun. Hop, mana birinchi nuqtaga keldim. Suqanchani chap tomon bir marta bosamizda, sirazi mana 1 chiqyapti mana. Chap tomon bosgan 1 chiqadi, ya'ni birinchi nuqta degan. Keyin darhol o'ng tomonni bosamiz. Mana shu yerda ikkita, 3 ta buyruq bor. Input XY, input DMC of long and let cancel point. Bu nima degani? tanla x, y, Nuqtani XY koordinata orqali kiritish. Nuqtani DMC degani nima? Degree minus sekund. Gradus minus sekund orqali yokida long degani longitude, let degani latitude. Hozir. Hop, long yozaman hozir. Long deb yozib qo'yibdi, demak longitude bo'ladi. Buni tarjimasi nima bo'ladi? Geographic uzoqlik deymiz. Belgilanish qanaqa edi? Belgilanishi? Harfli belgilanish. Liamida. Lat degani qisqartirma. Bu qisqartirma so'z. Latitude. Ya'ni bu nima bo'ladi endi? Geografik kenglik bo'ladi. Fi bilan nima qilinadi? Belgilanadi. Hop. Bu qisqartma so'zlar. Hop. Endi bizda hozir nimasi ma'lum? Nuqtani. Geografik kenglik va uzoqligi ma'lum. O'ng tomon bosganda, demak, DMC ga kirishim. Cancel point degani bekor qilish, nuqtani yoki buyruqni bekor qilish bo'ladi. Qachon? Nuqtani noto'g'ri belgilab qo'ysam. Hozir bizga input DMC. Mana. Longitude, degree, longitude minut, longitude sekund, latitude degree, minut sekund. Ya'ni longitude necha edi? 56. Tabni bossangiz keyingisiga o'tadi. Klaviaturada tabni bosamiz 00, ikkita raqam bilan kiritamiz. Sekundi ham 0. Y W nima? Shimol Janubiy. Ya'ni g'arb sharq. Y degani est va west. West g'arb, est West g'arb, est sharq. sharq. Ya'ni uzoqlik sharqiy va g'arbiy bo'ladi. Bizning hududimiz har doim nimada joylashgan? Sharqiy, har doim Y tanlanishi kerak. Hop, tab bosim. Latitude necha edi? 45 gradus 0000. N bor, S bor. N bo'ladi. N degan north, shimoliy, S source. Bizda har doim Shimolda. shimol, N. Har doim mana shu ikkalasi tanlanishi kerak. Birinchi nuqta tanlab, mana kiritib bo'ldimmi? OK ga bosaman. Mana karta yo'qoldi. Nima bo'ldi? Haqiqiy joyga ketdi degan. Endi u kartani yaqinlashtirish uchun nima qilaman? Zoom to player. Tasvirni tanlab, o'ng tomon bosib zoom to layer qilaman. Mana birinchi nuqta ketdi, mana 1 deb chiqyapti. Ikkinchi nuqta bu yerda olgandik. Hozir meridianlar har necha gradus intervalda o'tyapti? 59 60 bo'ladigan bu necha bo'ladi? 61 bo'ladi. Bu 45 o'zgarmaydi. Yaqinlashtiraman. Ikkinchi nuqtani belgilaymiz. Sirazi o'ng tomonni bosamiz. Qiymatini ayting, necha?
61 gradus 00 minut 00 sekund. Bu to'g'rimi? Yo'q. Yga o'zgartiraman. Hop. Long latitude nechi? 45 00 00. Endi to'g'rimi? Okey bosaman. Nima bo'ldi? Ikkinchi urukda joyiga ketdi. Yana o'ng tomonni bosaman, zoomtiller qilaman. Mana ikkinchi urukda. Xarita sekin qiyshayapti mana. Qiyshayadi. Hop, keyingisi. Uchinchi urukda bu yerda olgandik. Necha ekan bu? 62 ga 41 ekan. Tobora yaqinlashtiramiz. 62 bilan 41 tutashgan joyini belgilayman. O'ng tomon bosamiz. Yozamiz. 62 00 00. To'g'rimi? 41 00 00. Okey. Mana joyga tushdi. Ikkiga mana bu. Necha ekan bu? 56 bilan 42 tutashgan nuqtasi mana bu yerda. Bu Qoraqalpog'iston bu tomoni meridian bo'yicha o'tgan. Hop, belgilaymiz, o'ng tomonni bosamiz. Bu 4-urukda mana necha? 56 00 00. 42 Yga o'zgartirib qo'yishimiz kerak va 42 00 00. Mana. Okey. Mana karta endi nima bo'ldi? Joyga bog'landi. Tasvir mana qiyshaydi. Hammada tasvir bu yoqqa gorizontalga yoki vertikalga nisbatan buriladi. Bu demak proyeksiyaning natijasi. Tushuntira oldimmi? Xo'p, endi biz 4 ta nuqtani referensiya qilganimizdan keyin darhol buni tif ko'rinishga saqlab qo'yishimiz kerak. Ya'ni referensiyaga borib turib rektifiga kirishimiz kerak. Bu nima uchun kerak? Tif ko'rinishni saqlaydigan bo'lsam, demak xaritani biz kimgadir tifda saqlab Telegramdan zip qilib tashlab beradigan bo'lsak, u demak arqmapda ochadigan bo'lsa, geofazoviy bog'lab o'tirmaydi. Tayyor joyga bog'langan holatda tushadi. Ikkiga, yana bitta tomoni biz hozir har doim mana bu kalta yuklab olganimizda har doim geofazoviy bog'lab o'tirmaymiz. Tushuntira oldimmi? Endi biz mana bu locationga saqlaydigan joyni ko'rsatib olishimiz kerak. Qayerga saqlaymiz? Papkani belgisini tanlaymizda mana shu yerdan boyagi D diskdagi Telegram desktop, demak GIS papka, endi sizlardagi o'zingizni siyosiy ma'lumot xaritangiz va o'sha yerdan nima? Raster degan papkani bitta tanlaysiz, undan keyin edni bosasiz. Ichiga kirmaysiz, tushuntira oldimmi? Rasterni tanlaysizda edni bosasiz. Mana bu yerda endi output locationda mana shu raster degan papka tanlab turish kerak. Undan keyin mana bu yerda TIFF tanlangan bo'lish kerak. Boshqa formatlar ham bor bu yerda. TIFF tanlangan bo'lish kerak. Name ga qarang endi. Name. Oldingi JPEG nomi qanaqa edi? 2 edi. Endi bu name ga qarasak, 2 dan keyin avtomatik 1 qo'shib beradi mana. TIFF ko'radi. 1 avtomatik qo'shib beryapti. O'zgartirishda save bosamiz. Ya'ni mana tagida 100% bo'ladi. Nima bo'lyapti degani bu? TIFF ga saqlanib bo'lyapti. Endi mana 100% bo'lguncha kutamiz buni. Tepasidagi. Aha, mana ketdi. Endi TIFFni biz mana bu JPEG o'chirib tashlaymiz. O'chirish uchun o'ng tomon bosib remove bosamizda, endi boya TIFFni yuklab olishimiz kerak. Editga kiramizda, boyagi papka tanlanganligi uchun mana shu yerda boyagi mana new 2 1 TIFF tanlab turib editni bosamiz. Endi qarang. Bizda demak mana bu holat qatoriga qaraydigan bo'lsak, sichqonchani nimasini ko'rsatadi dedik? Tagida koordinatini ko'rsatadi dedik. Nimada ko'rsatyapti hozir? Metrda. Sichqonchani yursam bu ham nima qilyapti? O'zgaryapti. Lekin bizning koordinatimiz qanaqa edi? Gradusda edi. Endi o'sha kiritgan koordinatalarimiz to'g'ri yoki noto'g'ri bilish uchun mana bu metrni biz nimaga o'tkazib qo'yishimiz kerak? Gradusga o'tkazib qo'yishimiz kerak. Uning uchun sichqonchani mana shu xaritani ishchi oynasiga olib borib ixtiyoriy joyga sichqoncha o'ng tomonni bosamiz. U yerdan data frame properties ga kiramiz. U yerdan general bo'limiga o'tamiz. U yerda mana bu yerda units degan bo'limi bor. Units nima? Bo'lim. O'lchov, birlik degan. O'lchov birlik, units, o'lchov degan ma'noni bildiradi. Mana shu yerda display o'lchov birligi hozir nimada ko'rinyapti? Metrmi? Bu yerda ham metr tanlanyapti. Biz o'sha nimaga o'zgartirib qo'yishimiz kerak? Degrees minut sekund. Nima uchun? Biz boyagi xaritamiz to'g'rimi yoki noto'g'rini tekshirish uchun. Tushuntira oldimmi? Mana degree minut sekundga o'tkazib qo'ygandan keyin sirasi OK bosamiz.
Okey bosgandan keyin nimaga o'tdi? Gradus min sekundga o'tdi. Endi tekshiramiz boyagi nuqtalarga olib boramiz. Biriktirgan nuqtalarimizga. Birinchi nuqta mana bu yerda olganmidim. Tobora yaqinlashtiraman. Mana 100% aniq chiqmaydi, xatolik bo'ladi sekundda. Hozir necha chiqyapti? 56 gradus 0 minut 12 butun 10 mingdan 623 sekund. Bu uzoqlik bo'yicha. Kenglik bo'yicha 44 gradus 59 minut 54 butun 10 mingdan 414 nimaga teng? Sekundga teng. 6 sekundga. Hozir uzoqlik bo'yicha necha gradus xatolik? 12 sekund. 12 butun 7 sekund xatolik qilingan. Har doim bunaqa xatolik bo'ladi. Tushuntirib oldimmi? Ya'ni 100% o'sha joyga qo'ya olmaymiz-da. Kenglik bo'yicha necha gradus? 6 sekund. 6. Butun 6. Yo'q, 5.6. 5.6. 5.6 sekund xatolik qilganmiz. Tushuntirib oldimmi? Sizlarda ham xuddi shunaqa xatolik bo'ladi. Endi bizlarni qiladigan ishimiz mana georeferensiya qilganimizdan keyin mana qatlamlarni biriktirib oldik. Georeferensiya qilgandan keyin mana loyihani bitta saqlanib qo'yishimiz kerak. Ya'ni ArcMap'da loyihasini saqlanib qo'yishimiz kerak. Uning uchun faylga kiramiz. Faylda nimaga bosamiz? Save as. Save bor, save as bor yoki save a copy bor. Nima degani bu? Save degani saqlanib qilish. Buni farqi nimada bu bilan buni? Oldin ArcMap'da ish qilingan, saqlanib qilingan, o'zgarish qiladigan bo'lsa save bosib qo'yamiz. Bu dastavval qilinganligi uchun biz nimaga bosamiz? Save as ga, ya'ni saqlanib qil. Qayerga saqlanib qilamiz endi buni? Endi loyihani Diskdagi Telegram desktop GIS degan papkani ichida, demak siyosiy ma'lumot xaritasi ichiga qaysi papkaga saqlanib qilamiz? Loyihalar degan papka ichiga saqlanib qilamiz. Mana, nima deb? Demak, Qoraqalpog'iston Respublikasi to'liq yozishimiz kerak. Noto'g'ri yozmasingiz, to'g'ri yozing. Shuni respublikasi qanday xaritasi? siyosiy ma'muriy. Demak, siyosiy ma'muriy. Sizlar ham demak mana shunaqa qilib nima to'liq yozasizlar. Keyingisi save. Mana bu yerda endi Qoraqalpog'iston siyosiy ma'muriy xaritasi bor. Endi bunda X ni bosib tekshirib ko'ramiz hozir saqlanib qilingan. Formatini ham ko'rib olamiz. Demak, diskdagi demak Telegram desktopida GIS papkasi edi, siyosiy ma'muriy xaritasi loyihalar mana. Tekshiramiz. Ikkita bor bu yerda mana. Qoraqalpog'iston siyosiy ma'muriy xaritasi mana 1147 da nima qilingan, saqlanib qilingan. Formati MXT bo'ladi buni, tekshiramiz. Mana MXT mana. Nuqta MXT. Tushuntirib oldimmi? Men xuddi shu tarzda demak hamma demak o'ziga berilgan hududni demak arkatalakda oldin ochilgan vektorlarni yuklaysiz, undan keyin o'zingizni viloyatingizni siyosiy ma'muriy xaritasini yuklab turib, georeferensiya qilib, uni TIFFga saqlanib qilasiz. Undan keyin TIFFni ekranga yana yuklab, keyin ArcMap'da qilingan loyihani o'ziga tegishli bo'lgan papkaga saqlanib qilasiz. Tushuntirib oldimmi?